U bolani ko'zi ko'r va u podshoh bilan jang qilmoqchi edi. U aytdiki, faqat sen va men hech qanday nayrangsiz. U barcha o'qlarni sindirdi, faqat bittasidan tashqari. Menga shu biroq kifoya dedi u. Podshoh ikkalandi, lekin jangchini yupun kamzunsiz turganini ko'rib, g'olib bo'lishga ishondi. Chaqiruvni qabul qildi. Jang maydonining zirhlarida muhtasham otda chiqdi. Ko'zi ko'r jangchi esa lo'ppay rost, faqat o'zi va kamoni bilan turdi. Jang boshlandi. Podshoh chaqqon harakat qildi. Nayzasini aylantirdi. Podshoh baqirdi, jangchilik hislarini adashtirish uchun. Sen nima qila olasan, ko'r jangchi dedi u. Men seni bir zumda mag'lub qilaman. Podshoh otini choptirardi. Aqqa qilib oxir nayzasini otdi va nayza qilib uchar edi va oxiri tegdi. Ammo ko'r qahramonlik qilib nayzadan o'girilib oldi. Ko'rning qo'lidagi kamoni tushib ketdi yerga. Ikkisi ham qurollarni qaytarib oldi. Endi hal qiluvchi zarba. Podshoh o'yladiki, u choyxonaga tushib qoldi va yonboshlab yotdi. Ammo bu Abdubori akaning choyxonasi emas edi, bu jang maydoni edi. Buni ko'zi ko'r bo'lsa ham uni qulog'i juda yaxshi eshitar edi va u eshitdi. Otning egari shiqil qildi. Ko'r tushunib yetdi. Podshoh otda emas edi, u yonboshlab yotganini. U podshoh yana nayzasini otdi. Nayza seni shuf qildi. Bu ko'r uddabironlik qilib sakradi va akrobat otib kamondan otdi va o'q to'g'ri yurakka qarab tegdi. O'yin tugadi. Ushbu filmni faqatgina Kinochati TV kanalida juda yuqori sifatda tomosha qilsangiz bo'ladi.